Assalamu alaykum. Hammanglarga salam. Mening ismim Ankar Halmat. Men Marfina Azam boshlagan kitob o'qish faoliyatiga Firat akam bilan Erkut do'stim meni taklif qilganiga rahmat aytaman. Ham Marfina Azamga rahmat aytaman. Men bugun sizlarga apam har kuni kechda o'qib beradigan Bill Gates'ning Bayksan to'pimi Altun degan kitobidagi bir hikmatli hikoyani o'qib beraman. Bir kitobni o'qiy oladigan bola, o'rganishga qiziqmaydigan, intayin kapsiz bir bola bor ekan. Darsi onunga ko'p kuch singdiribdi. Ammo natijasi bo'lmagandan keyin onunga Tura degan bir kitobni o'qishni o'rgatib bo'ldi. Keyincha ular turayotgan shaharga dushmanlar hujum qilib kirib hamma kishini asliga iribapti. Balamo so'ng qatorida turmaga tashlanibdi. Bir kuni İskender bu shaharga ketdi ve turmaga yig'ilgan kitoblarni ko'rmoqchi bo'ldi. To'satdan u natonish yezikdagi bir kitobni bayqab, uni o'qiy oladiganlarning bar yo'qligini so'rabdi. Bar, debdi turma kuzatchisi. Men hozirla oldilariga akilay. Kitobni o'qiysan, debdi turma kuzatchisi. Hilaki balaga. O'qiy olmasang, qallang kitap. Dadam menga dal shu kitobni o'qishni o'rgatgan, debdi bala kitobni ko'rib va İskenderga kitobning dastlabda Tangri zaminni yaratdi degan yeridan mana bu alamning tarixi degan yerigacha oxirigacha o'qib bilibdi. İskender bala o'qigan hikoya kisallarni anglagandan keyin mana bu Tangri menga merhametlik dünyasını keng içip bergen Tangri balani darisining kisiga apirib qo'yinglar, debdi hamda balaga pul in'om qilib darisining kisiga yo'lga sapdi. Hikmat, bilimlik odamda hamma narsa bor. Do'stlar, bu hikoyadan nimani tushundinglar? Men bu hikoyadan o'rgangan azroq bilimni chuqur bir kuni esqotirganligini bildim. Bu kitobdagi faoliyatga Kanadadagi do'stim Babur bilan Yaponiyadagi do'stim Mavludjonni taklif qilaman. Do'stlar, xeyri xo'sh do'stlar. Rahmat sizlarga.